Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoda video sarlavhasida ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bugungi mavzu yaqinda yangilik sifatida aytildi. Bu rasmiy manbalarda, ya'ni Kun.uz va boshqa rasmiy saytlarda e'lon qilindi. Bir xilisi yana ishga tushar ekan, 1-may kunidan boshlab ishga tushar ekan. Qanaqadir muammolar borligi sababli menimcha hali ham ishga tushmagan. Mana shu ishga tushsa sizlarga yanada batafsil video qilib ko'rsatib, mana shu ishlagan pullaringiz va qadamlaringizni hisoblanish tartibi va shuni to'g'ri ketma-ketlikda sozlashni sizlarga videoga ko'rsatib beraman. Buning uchun albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolardan o'tib ketmaslik uchun albatta podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang. To'g'ri, juda ham ko'p vaqt ko'rinmay qoldim. Shu sababli endi qaytyapman. Albatta podpiska qilib obunachilarim like bosib har doim podpiska qilib yurasizlar degan umiddaman. Keyingi videomiz albatta juda ham ko'pchilikka manfaatli bo'ladigan va hozirda ham meni videomni kommentariyasida yozib qoldirishyapti. Masalan, Telegram akkauntlar ochilgan. Mana shu Telegram akkauntlar qandaydir nosozlik sababli yoki o'zlari bilmaganlari sababli o'chib ketgan akkauntlarni, ya'ni Telegram kanal yoki gruppalarni tiklashni men albatta ko'rsatib beraman. Buning uchun albatta videoga maksimal darajada like bosib, mana shu videoni podpiska qilishni so'rab qolgan bo'ladim. Mana endi videoga qaytadigan bo'lsak, mana bunday qilsak, mana hozir bugungi sana 4-may, lekin hali ham bir xilisi ilovasi, ya'ni chiqmadi. Mana bir xilisi deb qo'yib bersangiz, mana premaketda hali ham yo'q. Ko'pchilik o'zi so'rayapti, ko'pchilik nimaga chiqmayapti deganligi uchun, shu uchun video qilib chiqyapman. Chiqish arafasida menimcha yaqin o'rtalarda chiqishi kerak bo'ladi. Mana masalan, mana bu ilovani albatta yuklab qo'yishingizni sizlarga tavsiya qilgan bo'ladim, chunki mana shu ilova sizning qadamlaringizni hisoblanishga yordam beradi va sizning 10.000 qadamingizni hisoblab, mana shu bir xilisi ilovasidan pullarni, ya'ni pul ishlashingizga sabab bo'ladi. Buning uchun mana shu ilovani yuklab qo'ying. Agarda bir xilisi chiqqan zahoti men darhol YouTube'ga video joylayman va mana shu to'g'ri so'zlash, ya'ni uning nastroykalari boshqalarini ketma-ketlikda sizlarga ko'rsatib beraman. Bu ilovaga kirib keladigan bo'lsak, bunga hech qanaqa o'zgarishlar kerak emas. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi ilova. Buni hech qanaqa vzlom qilib yoki boshqa qilib bo'lmaydi. Faqatgina o'zingizni yurgan yo'lingizni, ya'ni yurgan shaglarni hisoblab boradi va bir xilisiga avtomatik ravishda uzatadi. Buning uchun mana shu ilovani sozlab, nastroyga qilib, barcha nimalarga razрешить tugmasini bosib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bir xilisi ilovasi chiqqanida qandaydir muammolar bo'ladimi? Yo'q, chunki bir xilisi ilovasida barcha shaxsiy ma'lumotlaringiz muhofaza qilinadi. Bir xilisi o'zi qanday bo'ladi, masalan, bilmaganlar uchun hozir bir xilisi ilovasini ham ko'rsatib beraman, lekin ishlamaydi hali ham. Lekin menda anchadan buyon bor edi. Mana shu ilovani hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bu ilova yangilar uchun, masalan, bilmaganlar uchun mana shu ilova. Yaqinda ishga tushishi kerak. Rasmiy saytlarda va Kun.uz, qalampirlarda e'lon qilishdi. Rasmiy saytlarda bir xilisi 1-maydan chiqadi deb e'lon qilishdi, lekin hali ham chiqqani yo'q. Agar chiqqan zahoti men video qilib chiqaraman va mana shu videoni ko'rib to'g'ri sozlashingiz mumkin bo'ladi. Oldin bu ilovani ancha oldin 2022 bo'lsa, 2022 yil yo 23-yillarda chiqarilgan edi. Mana shu ilova ko'pchilikka juda ham foydali bo'lgandi, lekin o'rtada to'xtatib qo'yishdi. Mana hozir yanada mana shu ilovani yana ishga tushirishyapti.
Bu ilova juda ham ko'plab muhokama bo'lgandi va mana shu ilova zlom ham qilingandi, lekin mana hozir yangilanayotgan mana shu bir helisi ilovasi hech qanday zlom bo'lmaydi. Faqatgina to'g'ri yurgan yo'lingizni va shaklaringizni hisoblab sizga har kunlik summani taqdim qiladi va bundan tashqari bir oy davomida eng ko'p yurgan shaxslarga pul yutuqlari, boshqa sovg'alar ham taqdim qiladi. Bu albatta rasmiy saytga e'lon qilingan. Buni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana shunday bo'ladi. One ID orqali o'tishni bossangiz, lekin mana bunday hech nima ko'rmaydi, chunki bu ilova hali ham ishga tushgani yo'q. Agar ishga tushsa, sizlarga albatta birinchilardan bo'lib sizlarga xabar beraman. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videomizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.